Bu Hanzala degan Turkiyada bir da'vatchi yigit bor. Alloh azza va jalla aytadiki, "Qul kullu mutarabbisu fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis saviyyi va man ihtada." Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytayaptiki, ayting, barcha kutuvchidir. Sen ham kutuvchidirsan, men ham kutuvchidirman. Boshqa insonlar ham kutuvchidir. Al-yawmuddin degan kun bor. U kunda haqlar yuzaga chiqadi. Hech kim oldi olmaydi. Haq ahli jannatga, botil ahli jahannamga ketadi. Alloh azza va jalla aytayaptiki, albatta kim haq ahli, kim botil ahli, kim bugungi kunda botil orqasidan ergashib, tog'utlarga maddohlik qilib, ularning orqasini tozalayotganlar kim u? Haqiqiy Alloh va Rasulining yo'liga ergashayotganlar kim? Bilasizlar deyapti. Kutinglar faqat deyapti. Shuning uchun kutamiz. Inshaalloh u kunga Alloh taolo yetkazsa albatta ko'ramiz. Seni ham asli kimligini ko'ramiz. Haqiqiy san adashyapgan salafiy, vahobiy, terrorist deyapgan odamlaringni ham kimligini ko'ramiz biiznillah. O'zi ham gapirmagan odamingdan shu bitta Abu Hanzala qoluvdi xolos. Bu ham salafiy. Buni ham ilmi yo'qligi ko'rinibdi senga. Seni ilmiy bor, sen allomai zamonsan. Shayx hafizahulloh nauzu billah. Auzu billah sen auzu billah sen. Ishini ber. Gapirmagan odaming kim qoldi? Abdulloh Qorakani gapirding, Abdulloh Buxoriyni gapirding, Sodiq Samarqandiyni gapirding, Abdulloh Zufar gapirding, Yusuf Davronni gapirding, Farruh Soyipovni gapirding, Rafiq Qorakani gapirding, Rashid Qorakani gapirding. Rashid Qorakani nima deding? Ilmi yo'q dedingmi? Johil dedingmi? Sen u Rashid Qorakani axlatiga ham teng kela olmaysan. Sen axlatidan ham past shunaqa maxluqsan. Farruh Soyipov senga nima qildi? Farruh Soyipov biror marta sen haqingda bitta narsa gapirganmi? Yoki bo'lmasa boshqalar haqida gapirganmi? Nimaga sen hammanikiga o'silaverasan? O'silishni yaxshi ko'rasanmi? Senga o'xshagan latta qo'rqoq, maddoh, munofiq 200lamacha odam shu bugungi kungacha Namangandan chiqmagandi. Mana sen chiqding. Allohdan panoh so'raymiz, sendan keyin bunaqa inson chiqmasin. Agar chiqadigan bo'lsa, yoshligida Alloh taolo o'ldirib, jonini olib, kimni farzandi bo'lsa ham yo'q qo'ysin. Allohdan shuni so'raymiz. Amin deymiz musulmonlar. Haqiqiy diniga amal qilib, haqqa haq, botilni botil deydigan erkak rijollar chiqqan. Sen shularni yuziga oyoq qo'yding. Sen munofiq, kuni kecha Tolibonlarni terrorist deyapganding, bugun musulmon birodaringga aylandi. Ertaga Suriyaga ketgan insonlarni nima deding? Ular ham vahobiy adashgan vatangadolar deding, to'g'rimi? O'sha basharli qamoqxonalardan chiqayotgan muslimalarni qara, ayollarni qaragi, mazlumlar, mayli. Seni tushunchan bo'yicha musulmon dema, mayli. Muslima qizchalar, yosh bolachalarni qaragi, o'sha qamoqxonalardan chiqib kelyapti. Insonlarni shunaqa darajada qilganki, aqlidan ozgan insonlar. Subhanalloh, bir ayol kishi 18 yoshda kirib ketib, hozir bugungi kunda 4 ta farzandi bilan chiqib kelyapti haligi ayol u yerdan. Aytayaptiki, 4 ta farzandini otasi kimligini bilmas ekan. Nauzubillah. Shu darajada mazlum xalqqa yordam beraman deb borgan insonlarni sen terroristlar deding, najas. Ana o'shalar bugun erta Alloh alam. Men bilmayman, taxminim menda shunaqa tushuncha kelyapti meni kallamga. Bugun erta boshqa davlatlar bilan diplomatik aloqalarni tiklab, oldi berdilar qilib, o'zini rivojlantirishni boshlasa, O'zbekiston bilan ham aloqasini tiklaydigan bo'lsa, sen isqirt chiqib aytasan, o'shalar musulmonlar birodarlarimiz deysan, zulm ko'rgan deysan. Seni mana beting yo'q. Betni o'rniga eshakni terisini yopishtirib olgansan-da, shuning uchun hammasini eshak deydi. Alloh kifoya qilsin, senga o'xshaganlarga, sanga. Allohu alam.